Assalomu alaykum. Databaza layout mavzusiga xush kelibsiz. Bu darsda siz bilan databazada qanday qilib viewlar, ko'rinishlar borligini, qanday ko'rinishda databazalardan foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Qarang, mana bu databaza ko'rinib turgan bo'lsa, xuddi Excel'ga o'xshab bu table view hisoblanadi va mana bu yerda ham table deb turibdi. Buni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin nomini, lekin bu asosiy umumiy holatda table view hisoblanadi. Endi databazada qanaqa qanaqa viewlar borligini mana shu darsligimizda siz bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Demak, qarang. Xo'p, doimo yangi view qo'shguningizgacha siz esingizda qolsin, hech qachon mana bu yerni ustidan kirib, edit view qilib, mana bu layout qismiga kirib, mana bunaqa o'zgartirib qo'yishni tavsiya bermayman. Chunki mana shu mavjud bo'lgan sizlar tables'da viewga o'zgarib ketib qolishi mumkin. Bunday boshqa viewga o'tkazib ketib qoladi. Masalan, timeline'ga o'tkazsangiz mana qarang. Mavjud bo'lgan sizda viewingiz o'zgarib ketib qoldi va sizga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Siz eski tables'dan doimo foydalanishingiz kerak. Shuning uchun biz hozir Command Z bosib olamiz va orqaga qaytarib olamiz va plus funksiyasini bosib mana aka new view yangi ko'rinish qo'shish funksiyasi orqali davom etamiz. Endi qarang. Bizdan so'rayapti empty view deyapti. Empty view bu ko'rish mumkin baribir qanaqadir view turini tanlash kerakligini bizdan so'raydi. Shuning uchun empty view ni biz udalib delete qilib tashlaymiz. Endi bizga qarang. Empty view bizga faqatgina view ochadi, lekin baribir qanaqa view tanlash kerakligini ko'rsatadi. Bizda table view bor, board view bor, chart view bor, list, timeline, kalendar va galeria view bor. Undan tashqari form bor. Bu form alohida mavzu hisoblanadi. Buni hozir biz form bilan tanishib chiqmaymiz. Bu yangi funksiya va alohida mavzu hisoblanadi. Demak, qarang, table aynan biz hozir foydalanib turgan viewimiz bu table hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir ishlatayotgan table'imizga o'xshagan table view ochdi, faqat mana bu yerda raqamlar o'rni ajralib qoldi. Bu sort o'zi qanaqadir ma'lumot qo'shilganiga qarab o'zi sort qilib yubordi. Sortirovka qilib yubordi. Endi mana board view bor bizda. Keyin board view dan foydalanib ko'ramiz va aynan mana shu project management taskimiz databazamga moslab ko'ramiz. Board view ni ochamiz mana. Board view bizga ochildi. Bu yer ko'rishingiz mumkin. Biz kiritgan mana bu yerdagi tasklarimiz hammasi board viewga ish hali boshlanmadi, jarayonda yoki tugatilgan qilib o'zi bo'lib qo'yildi va shu haqida bizga view ochildi. Bu masalan Trello foydalanganlar biladi yoki projekt management qilib ana shunday tasklarni yozib bajarganlar bilsa, bu juda ham foydali funksiya hisoblanadi. Masalan, qarang, sizda barcha tasklaringiz qanaqa o'zi sortirovka qilib berdi. Boshlanmagan ishlar, jarayondagi ishlar va bajarib bo'lingan ishlarga ajratib berdi. Endi shu yerda bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Bu barcha viewlarni biz qanaqadir o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Hozir qarab turing. Bu yerda bajarilishi kerak bo'lgan task, ya'ni mana bu yerda qarang, name yozilgan va hali ish boshlanmadi. Ya'ni bizga mana umumiy table'imizdagi status qismidagi holatini ko'rsatyapti. Biza bunga ko'proq ma'lumotlarni ko'rsatishini kiritishimiz mumkin. Endi mana bu yerdan uchta nuqtani bosamiz va mana bu yerda biz ko'rsangiz properties turibdi. Properties bossak, mana properties bizga faqat name ko'rsatib turibdi. Mana shuning uchun bizga bu board view'imizda faqat bizga bajarilishi kerak bo'lgan ishlar, tasklarning nomini ko'rsatib qo'yibdi, faqat bo'ldi. Endi biz bunga nima qo'shishimiz mumkin? Bajarish kerak bo'lgan ishlar ko'rinib turishi kerak. Masalan, datani qo'shamiz. Bu dat bo'lib qolibdi, buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Delete qilib qo'yamiz. Mana orqaga qaytamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Deadline'lar ko'rinish boshladi. Undan tashqari kimga kim bajarishi, kimga tegishli ekanligi, undan tashqari qaysi bo'limdagi vazifa ekanligini qo'shib qo'ysa bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin. Bu databaza view'imiz yanada murakkablashdi, yanada foydali, yanada tushunarliroq bo'ldi. Endi masalan ko'rishingiz mumkin. Jarayonda turgan ishlardan storage'da kurs uchun qarang. Storage'da kurs qabul ochish uchun har turli programmalarni tayyorlash. Bajarilishi kerak bo'lgan sana deadline 1-fevral. Kim tomonidan bajariladi? Jafar tomonidan. Qaysi bo'limga tegishli? Media. Xuddi shu holatda barcha tasklarimizni bizga ko'rsatib beradi. Endi qarang. Buni ustiga bosish orqali bu alohida page bo'lib ketib qoladi va bunga qo'shimcha ma'lumotlar kiritishingiz mumkin. Bu o'z holatidan kelib chiqib kiritsangiz bo'ladi. Endi xo'p, faqatgina mana shu status orqali bu board view bizga ko'rsatsangiz yo'q, buni o'zingiz xohlagan holatda, xohlaganingizdek sortirovka qilib mana view yaratsangiz bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz desak, mana board view turibdi. Board viewga mana ko'rishingiz mumkin. Mana uchta nuqtani bosamiz. Layout turibdi. Layoutga bosamiz. Mana bizga board turibdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Databaza nomini ko'rsatish, kart preview qilish, kart size bor. Bundan tashqari wrap funksiyasi bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Grow by deb qo'yibdi. Ya'ni mavzular bizga guruhlab berdi. Ya'ni bizga guruhlarga bo'lib berdi. Endi xuddi shuni group by ni ichiga kirib
kirib biza group byni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi group byni ichiga kiramiz va buni nimaga o'zgartirish mumkin? Masalan, biza bo'limlarga o'zgartirib qo'yish mumkin. Endi mana ko'rishingiz mumkin, bizga barcha tasklarimiz qaysi bo'limda nima task borligini ko'rsatib turibdi. Endi qarang, bo'lim ko'rinib turibdi, har bir bo'lim va tasklar bor, qachon bajariladi, kim bajaradi va mana bu qaysi bo'limga yana ko'rinadi. Bizga endi nima bo'lim ko'rinishi kerak emas va shuning uchun biz ham bu yerda properties bo'limiga kiramiz va mana bu yerdan bo'limlarni olib tashlab, o'rniga statusini qo'shamiz. Endi qarang, bu bordimiz, ko'rinishimiz endi bo'limlarni, ish vazifalarini bizga ko'rsatgan bo'lim. Endi mana ko'rishingiz mumkin, moliya bo'limida bitta task bor, yangi proyektlar uchun moliyaviy hisobot tayyorlash. Qarang, qachon bajarilishi, kim tomonidan bajarilishi va bu task qanaqa holatdaligini bizga ko'rsatib turibdi. Demak, davom etamiz. Keyingi bu chart. Chart bu o'zimiz bilgandek diagramma hisoblanadi. Qanaqadir qarang, Notion'ni free versiyasida faqatgina bittagina chartdan foydalanish mumkin. Bittadan ortsa siz premium versiyasiga o'tib to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Chartlardan ko'proq qanaqadir analizlarda ko'proq ma'lumotlar bo'lsa, ularni hisobotdan chiqarish uchun foydalansangiz bo'ladi. Umumiy holatda ham bularning funksiyasi deyarli bir xil ishlaydi. O'zingiz agar kerak bo'lsa, bundan chartdan mana shu databazaga ma'lumotlarni to'ldirib, chart funksiyasidan ham bemalol foydalanib chiqsangiz bo'ladi. Endi bizga chart kerak emas. Mana bu proyekt menejmentimizda keyin mana list. Bu oddiy list holatda bizga barcha tasklarni ko'rsatadi. Endi bu yerdan xuddi shunaqa propertiesga kirib, qaysi propertieslarni ko'rsatish kerakligini bizga tanlashimiz mumkin. Tushunayotganingizdek, databazada barcha ma'lumotlar bir tabelga kiritsangiz bo'ladi va o'sha orqali har xil viewlar yaratib, ularni manage qilib olasiz, o'zingiz xohlagandek ko'rib borsangiz bo'ladi. Endi qarang, bizga ikkita tabel kerak emas. Tabel kerak emas, bizga bitta board kerak. Boardni ham biz yana orqaga qaytarib to'g'rilab qo'yamiz. Buni hop, layoutga kiramiz. Group byga bo'limlar emas, status bo'yicha qilib qo'yamiz va undan tashqari orqaga qaytib propertiesga bizga status emas, uning o'rniga bo'limlar endi ko'rinishi kerak. Mana umumiy barcha tasklar ish qanaqa holatligini ko'rsatadigan umumiy ish vazifalar listi. Bu listni qarang, biz nima bo'yicha qilamiz? Shaxslar bo'yicha qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, propertiesga kiramizda, personni belgilaymizda. Yo'q, adashib ketib qoldim. Layoutga kiramiz. Hop. Yo'q. Layoutda adashdim. Bu yerda biza shaxs bo'yicha ko'rsatmaydi. O'sha tasklarimizni qaysi ma'lumotlarni ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Biz listda nimani ko'rishimiz mumkin? Umumiy listlar va kimga tegishliligi. Kimga tegishliligi o'shani qarang. Kimga tegishliligi muhimlik darajasi bizga kerak emas. Mana bu. Butun bir proyektda qanaqa ishlar borligi va u ishlar kimga tegishliligini bu orqali ko'rishingiz mumkin. Yanada murakkabroq viewlar yaratishga harakat qilamiz. Endi qarang, list ko'rib chiqdik. Timeline bu biror bir proyektda mana shu kalendar kunlar ketma-ketligi alohida ishlar bajarish ketma-ketligini ko'rsatadi. Agar siz data kiritmagan bo'lsangiz, bu timeline ishlamaydi, lekin barcha tasklaringiz hozir ko'rishingiz mumkin. Qachondan qachongacha borishini aynan timeline, ya'ni o'sha proyekt qanaqa ketma-ketlikda yuradi, qaysi proyektlar, qaysi vazifa qachon qaysi biridan keyin bajarilishini bizga birma-bir ko'rsatib boradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana yangi ikkita sovchi jalb qilish 14-dan 17-gacha bo'lib turibdi. Ya'ni mana buni bossangiz, mana yangi proyekt uchun moliyaviy hisobot tayyorlash 18-19 bo'lib turibdi. Har bir bajarish kerak bo'lgan taskni o'sha timeline orqali, ya'ni bir chiziqda ketma-ketlik arog'ida bizga ko'rsatib beradi. Bu timeline ham yanada murakkablashtirib ko'proq funksiyalar qo'shishingiz bo'ladi. Bu nima desangiz, bir ishni ikkinchisiga bog'lab qo'yishingiz bo'ladi. Masalan, yangi sotuv jalb qilish, yangi proyekt uchun moliyaviy hisobot tayyorlash qanaqadir bog'lab qo'ysangiz bo'ladi va buni ham o'zi alohida mavzu hisoblanadi. Agar sizlarga kerak bo'lsa, ko'pchilik qiziqish bildirsa, bu haqda ham alohida dars qilib tashlab, buni ham alohida o'rganib chiqamiz. Lekin bu ham bizga kerak emas, bu ancha murakkab funksiyalardan biri hisoblanadi. Endi biz nima qo'shishimiz mumkin? Endi bizga qarang, kalendar bor. Timelinedan tashqari kalendar. Har bir ish qachon bajarilishini bizga ko'rsatib turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Masalan, 22-da biz bajarishimiz kerak ekan. Mana 22-yanvarda bozorni analiz qilish ko'rinib turibdi. Endi qarang, bu yerga ish xuddi faqatgina nomi borligi uchun bizga qanaqadir tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xuddi tepadan 3 ta nuqtani bosib, propertiesga kirib, masalan, nomi, undan tashqari kim bajarishligi, bizga qachon bajarish kerak emas, shunda ham kalendarda turibdi. Qaysi bo'limga tegishliligi va statusini bilish mumkin. Mana bu. Bitta task bor, mana ko'rishingiz mumkin kalendar yo'lda. Nima task, kim bajaradi, qaysi bo'lim tegishli, hozir qanaqa holatda.
hammasini bizga mana o'zi ko'rsatib turibdi. Uni bir boshlangan sanasidan tugash sanasigacha. Agar bir kunga belgilagan bo'lsa, o'sha kunning o'ziga turadi. Yoki biza buni mana shu yerdan ham surish orqali uni sanalarini, ma'lumotlarni o'zgartirish mumkin. Masalan, 22-yanvarda bizada bozorni analiz qilganmiz, uni 22ga sursak, u taskimiz avtomatik holatda 20ga o'tib, 21ga o'tib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Boyagi 20 ga turganda endi 21ga o'tib qoldi. Proyektingizda ham, ana kalendar viewda ham to'liq manage qilsangiz bo'ladi. Endi yana bizga qaysi view qoldi? Gallery view. Gallery view ham juda bir foydali funksiyalardan biri hisoblanadi. Buni biza yaxshiroq tushunishimiz uchun har bitta taskimizning ichiga rasm qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Biza qarang, bu yerda gallery viewdan foydalansangiz sizlarga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men gallery viewni boshqa bir shablonimizni, boshqa bir viewimizning ichiga ko'rsataman. Hop, gallery viewni delete qilamiz, delete view qilamiz. Endi qarang. Maqsadlar shablonimizning ichida bizda gallery viewlar bor mana. 5 ta. Ya'ni yilni to'rttalikka, yillik bo'lingan maqsadlarni bizga view qilib ko'rsatadi. Bu databazaning ichida mana ko'rishingiz mumkin. Edit view qilamiz. Layout mana gallery turibdi. Gallery view xuddi bir rasm holatdagi bizga viewni ko'rsatadi. Endi xuddi shuni masalan table qo'shsak, mana ko'rishingiz mumkin. 1 mana 1 2 3 4 mana 5 tagina aniq ko'ribdi. Xuddi shularni table view mana bunaqa holatga keladi. Bu o'zingiz qanaqadir proyektingizga moslab juda ham yaxshi foydalanishingiz mumkin. Faqat gallery view bor ekan deb gallery har bir narsani galereyasidan chiqarib qo'yish kerak emas. O'zining maqsadida xuddi maqsad shablonimizga to'g'ri kelganda uni gallery view qilib, alohida bir qanaqadir mavzu, alohida bo'lim qilib, uni foydalanib borsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi bizga orqaga qaytamiz. Qarang, table bilan tanishdik, board ko'rib chiqdik, chart ko'rib chiqdik, list, timeline, kalendar, gallery hamma viewlarni ko'rib chiqamiz. Notion databaza layout asosiy ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzular shulardan iborat. Endi qarang, darsimiz oxirida bizga nima bo'ldi? Projekt menejmentimizda barcha tasklarga yoziladigan bizga table bor. Undan tashqari ishlarni bajarish tartibi bo'yicha bizda view bor, ko'rinish bor, ishlarni barcha listi bor, bizda kalendar ko'rinishi bor, qachon qaysi ishni bajarish ko'rinishimiz bor. Undan tashqari mana bu yammta board chiqarib biza u boardimizni nima bo'yicha qilishimiz mumkin? Bo'limlar bo'yicha. Qaysi bo'limda nima ishlar borligini ko'rib turishimiz uchun mana uni bo'limlarga o'tkazib qo'ysak, mana ko'rishingiz mumkin bo'limlar. Endi bo'limlarga ham qaysi propertieslarni ko'rsatish. Mana bu yerda bizga name ko'rinishi kerak, xo'p, kim bajaradi ko'rinishi kerak. Muhimlik darajasi ko'rinsin, xo'p. Undan tashqari bizga status ko'rinishi kerak. Bo'lim o'zi bor, datasi mayli sana ham ko'rinishi kerak. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Motori bosib ketib qoldi. Endi bularni alohida nomlab chiqamiz. View name ish jarayoni qo'yamiz. Ish jarayoni list. Tasklar bir ro'yxat ko'rinishi bo'lgani uchun ro'yxat deb nomlanadi. Ro'yxatni deb qo'yamiz. Undan tashqari bizga kalendar bor. Ikkinchi bordimizda biz nima nomlaymiz? Bo'limlar. Mana aka. Ko'rishingiz mumkin, yo'q mana bu barcha ishlar yamizda table qilamiz. Table bizga kerak emas, table degan bilgan uchun biz ko'rib yetarli mana barcha ishlar ish jarayoni ko'rish mumkin. Ish jarayoni qanaqa holatdagini ko'rsatadi va undan tashqari bizga o'zi tanlash mumkin bo'limlar, boshqalar bo'yicha. Asosan databaza layout bo'yicha mana shu darslarimiz shulardan iborat edi. Endi keyingi darslarda biz sizlar bilan grouping, filter, source mavzularini ko'rib chiqamiz. Aynan shu databazani yanada murakkabroq, yanada foydaliroq, yanada o'ziga moslashtiradigan funksiyalar endi boshlanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha rahmat, sog' bo'ling.